Okalar, yoz kelib, kunlisi basseyn sezon boshlandi. Sizlarga basseynda kerak bo'ladigan komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Buni videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxlarni nerealniy narxlarda qo'yib beramiz. Bunaqa komplektni bunaqa narxda hech qayerdan topa olmaysizlar. Bizga cho'milayotgan paytimiz eng yomon narsa oyoqimizdan tagiga shisha, kichkina toshlar, nimadirlar kirib ketishi bo'ladi. O'shani yechimini qilib, mana biz oyoq kiyimlarimizdan olib kelganmiz. Musko, jenskiy ham bo'ladi. Telari rezinka, oyog'ingizga botmaydi. Mana bu kiyib olganingizda yopishib turadi. Cho'milayotganingizda cho'k bekchimizga qarshi turib beradigan, ya'ni biz suzishni bilmasak ham bemalol suzishga yordam beradigan bunaqa plastmassalarni ham qo'limizdan bunday tiqib olamiz-da. Tiqib bemalol olib barmoqlarimizdan ham tiqib, hamma qilib cho'milsak bo'ladi. Bu plastmassa bo'ladi, juda yengil. Ko'zimizga suv kirib ketmasligi uchun ko'zoynaklarimizni mantlari gelli, yumshoq bo'ladi. Buning ichidan quloqchinlarimiz ham chiqadi. Kerakli bo'lgan shapkamiz juda ham sifati zo'r, bemalol sizlarga 2-3 yil ishlab beradi. Ko'rishingiz mumkin, razmerlarigacha qilib beramiz. Ko'rib turgan komplektlarning narxini atiga 159 ming so'm qo'ydik. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Bizning manzil Abu Sahiy Podval S92-do'kon. Bemalol kelib bu komplektimizni xarid qilsanglar bo'ladi.